Assalomu alaykum aziz birodarlar. Mana hozirgina ajoyib bir taxmonimizni shkaf bilan o'radik. Mana ko'rib turganingizdek ochsak, ichkarida mana 2 kishiga mo'ljallangan vishilka shkaf, tepaga bosh kiyimlar. Bu tomonimizda mana polkalar, mayda-chuyda sochlarga. Pastda poyabzallarga moslangan. Bu tomonimizda ham to'ji sami. Xuddi shu ko'rinishda ajoyib bir taxmonimizni o'radik. Mana bu yer esa juda ham ajoyib bir joy. Mana bu yer tashqaridan qaraganda shkaf. Ichkariga kirsak, hozir remontlarimiz bitgan yo'q. Mana ichkari dushovoy kabinamiz. Dolasi. Dolasi mana bu yerga ochganda hammomda orqa qismiga dolasi zerkalamiz bo'ladi. Ajoyib bir qismini chiqaramiz unda ham. Shu tarzda